Svarshik deganda hamma elektrosvarshiklar nazarda tutadi, lekin svarka deganda faqat elektrosvarshiklar emas. Bu elektrosvarshik, polavtomatchik va argonli svarka. Nimaga buni ketma-ketiga aytdim? Chunki birinchi elektrosvarka chiqqan, undan keyin polavtomat ishni tezlashtirish uchun, undan keyin esa argonli svarka chiqqan. Bu uchala svarkani o'zini yo'nalishi bor. Elektrosvarkada bizda asosan metalokonstruksiyalar qilinadi. Yevropada elektrosvarkadan deyarli foydalanmay qo'yishgan, truba svarkalashdagina foydalanishadi ko'pincha. Lekin Yevropalarda kemasozlik, metalokonstruksiya, ko'priklar, har xil binolarning inshootlarida polu avtomatdan foydalanishadi. Ya'ni MIG-MAX svarka deyiladi. Argonli svarkada asosan trubalar, oziq-ovqat uchun neft, par, gaz va shunga o'xshash qanaqadirki kimyoviy moddalar yuradigan katta bosim ostida ishlaydigan trubalarni argonli svarkada svarka qilishadi. Eng kam oyliklik bu elektrosvarka hisoblanadi, keyin polavtomat sal oyligi ko'proq, argonli svarka eng oyligi ko'p hisoblanadi. Ya'ni bu pog'onama-pog'ona. Chunki har bitta ishi o'zini murakkabliklari bor. Ichida eng murakkabi argonli svarka hisoblanadi. Siz qaysi svarka bo'yicha mutaxassissiz? Kommentariyada yozib qoldiring va oyligingizni ham yozib qoldirish esdan chiqmasin. Yangi bu sohaga kirib kelayotganlar xabardor bo'lishadi va albatta men o'ylaymanki oyligingiz bilan qiziqib qoladi va sizni hunaringizni o'rganishga harakat qiladi. Kommentariyada yozinglar. Albatta meni rizqimni o'g'irlaydi bu deb o'ylamasanglar. Hammaga sog'lik, omonlik, professional bo'lishga harakat qilaylik. Hammaga omad.